Ben kichigimdan boshlab shu xotanda o'sib bo'lgan. Yurtimizning qizil guli intayin yaxshi. Hamma oilalarda, hamma dehqonlar o'zi gulqan yasash, qizil guldan foydalanib gulqan yasashni biladi. Ammo ular hammasi o'zining uyida olmaydi buni. Agar men ko'pchilikni safarbar qilib, o'rta qolda bir zavod qursam, zavod qurib, o'sha gulqan ishlab chiqqan mahsulotlarni xotanning sirtiga va ichki o'lkalarga setib, bundaq setish yo'li bak yaxshi. Bundaq bo'lganda xotanniki shu qizil guldan yasalgan gulqanlarni ko'pchilik o'rtaq bahramand bo'la oladi. Shirkatimizning ko'lami 500 kvadrat metr. Hozir bor bo'lgan xizmatchi 50 dan 60 qadar. Xizmatchilarning hammasi atrofdagi ishsiz dehqonlardan kelgan. Ularning hammasi atrofdagi turmush kirimi yo'q, ishsiz ayollar. Meni dadam bir davlat kadri. Men kichikdan boshlab dadamniki ta'sir uchirgan. Men 2004-yilda oliy maktabga bitirib qaytib kelgandan keyin noyimiz yanala davlat darajalik namrat nahiye edi. Men 2013-yilda korxona qurgan vaqtda Qaraqosh noyimizdagi nurg'ulon shaxslar kishilar yana namrat holatida edi. Kishi 5 yil to'g'ri qilgan kirib 2000 yuanga yetmaydi. Men shu namrat dehqonlarga yordam berib, korxonaga akilib ish qurilashtirib, ularningki turmush kirimini oshirishni o'ylashdim. Men 2013-yili 8-oyda korxona qurgan vaqtda, korxonani angal qurgan vaqtda shirkatning ko'lami 80 kvadrat metr yetmaydi. Nurg'ulon ishlarni o'zim qo'l qildim. Namoqdan qutulush o'tkal siyosatini yo'l qo'ygandan keyin men o'zimning tanlagan yo'limning to'g'ri ekanligini his qildim. 2016-ga kelganda meni Urumchiga bir do'stim menga davlat Guangzhouda cho'ng ko'lamdagi bir yarmanka o'rlashtirganligini, bu yerda nurg'unlagan yerlik mahsulotlarning borligini menga aytdi. Men bundan nihoyat tasirlanib, Abdurmayliq sud nazoratiga berib, bu ahvolda o'zimniki shu yarmanka qatnashish istiqbolligini nazorat rahbariga aytdim. Men hozir qadar uda ikki bosqich Guangzhou yarmankasiga qatnashib keldim. Men ilgari Guangzhou yarmankasiga qatnashishdan ilgari shirkatimizningki setish kirimi 200 ming yuan atrofida edi. Hozir men Guangzhou yarmankasiga qatnashgandan keyin shirkatimizning setish kirimi 1.500.000 yuan atrofida bo'lyapti. Mahsulotlarimiz setishi yaxshi bo'ldi. Shirkatningki ko'lami kengaydi.